Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızın görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yalqun. Xitay yana 2 nafar Uyg'urning qinini to'kdi. Xitay saqchilari 17 aprel kuni Vyetnam-Xitay chegarasida 2 nafar Uyg'urni terrorchi degan gumon bilan etib o'tgan. Xitay saqchilari Xitay-Vyetnam chegarasida 2 nafar Uyg'urni terrorchi degan gumon bilan etib o'tgan. Egalanishcha bir guruh Uyg'urlar Xitoyning janubidagi Guangxi Juangzhou avtonom rayonining Vyetnam chegarasiga yaqin bo'lgan Dongshan shahrida bayqalib qolgan. Xitoy saqchilari ularni qo'lga elib atganda 2 nafar Uyg'ur qochib ketgan. Keyin saqchilar tomonidan etib etilgan. Guangxi JX idorasining bir xodimi 2 Uyg'urning o'ldirilganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin boshqa tafsilotlarni oshkorlamagan. Ba'zi taratqularning xabariga qaraganda bu 2 Uyg'ur Xitoy saqchilari bilan jiddiy elishgan va orqadan etib etilgan. Xitoy saqchilari yoki taratqularining hech qaysisi bu Uyg'urlarning nima uchun terrorchi deb qaralganligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Xitay Uyg'ur xalqini va dunyoni aldamoqda. Xitay Sharq Turkistonda bir tarafdan qirg'inchilik va bostirishni kuchaysa, yana bir tarafdan atalmış san'at faoliyatlari nomida har xil qaymoqtirish tashviqotlari orqali ham Uyg'urlarni va dunyoni aldashga tirishmoqda. Sharq Turkistonda Xitoy qirg'inchiligi va bostirishi chekdan eshiyotgan bir vaqtda Xitoy bir qism Uyg'urlarni Beijingda uyimda mashrab nomli naqshi usulliq teatr o'ynatgan. Atalmış Şinjan radyo torining 20 aprel xabar qilishicha Xitoyning bir balbog' bir yo'l strategiyasiga madad berib, atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligini tabriklash maqsad qilingan Yipak yo'ldagi Jungo arzusi mangulik mashrab temasidagi uyimda mashrab nomli naqshi usulliq teatri 18 aprel kechda Beijing xalq saroyida o'ynalgan. Bu teatrni atalmış Xitoy mamlakati xalq qurultiyi doimiy komiteti va mamlakatlik siyosiy kengashining sobiq va hozirgi muavin raislaridan Erkin Emirbaqi, İsmail Ahmad, İsmail Tilvaldi, Ablat Abdurashid qatorliq qo'rchoqlar va Xitoyning atalmış Millatlar ishlari komiteti adabiyot san'atchilar birlashmasi qatorliq o'rinlarning Xitoy rahbarlari va Beijingdagi 6000 dan ortiq kishi ko'rgan. Sharq Turkistonda Xitoyning atalmış terrorlik va asabiylikka qarshi turish nomidagi qonliq bostirishi davomlashayotgan bir vaqtda Xitoy tajovuzchilari o'z qo'l ostidagi Uyg'urlarni teatr o'ynatib, Sharq Turkistondagi Xitoyning nohaqchilik zulmlarini yoshirishga urinishi va xalqni bexudlashtirishi, shundaqla dunyoga Sharq Turkistonning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiy qilganligini, millatlar ittifoqlashib gullab yashnayotganligidagi yolg'onchilikni davron qilishga urinishi aldamchilik va nomussizlikdir. Mayli Xitoy nima deb da'vo qilsin, Sharq Turkistonda qonliq voqealarning ko'payayotganligi, gunohsiz musulmonlarning o'qqa tutilayotganligi, Xitoyga qarshi harakatlarning ko'payayotganligi, Xitoyning buningga qarata aktiv hal qilish chorasi ko'rmay, faqat qurolliq bostirish elib berayotganligi aniq bir fakt. Xitoy Charchanda atalmış madaniyat faoliyati elib bordi. Charchan noyalik san'at o'miki 10 apreldan boshlab Charchandagi har qaysi yezi bozorlarining bozor kunida yana xalqni zeriktirib, atalmış 2015 yillik madaniyat cho'ng bozori faoliyati nomida o'yin qo'ygan. Tangritog torining 20 aprel xabar qilishicha, Charchan noyalik san'at o'miki 10 apreldan boshlab Charchandagi har qaysi yezi bozorlarining bozor kunidan foydalanib 2015 yillik madaniyat cho'ng bozori faoliyati nomida o'yin qo'ygan. Xitoy Yangi yil, Chag'an, No'ruz, hatto Chechak bayrami qatorliq har bir fursatni qo'ldan bermay bu faoliyatlarni davomlashtirib kelmoqda. Xitoy rostilla Uyg'urlarni zamonaviy madaniyatga yetaklab, ma'naviy turmushni beyitib atamdi. Bu faqat Xitoyning siyosiy maqsadda o'tirg'i chiqargan aldamchiligidir. Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish uchun diniy ruhidan ayirish kerakligini tunib yetgan Xitoy Uyg'urlarning diniy ibodatlariga qattiq cheklama qo'yib keldi va bostirib keldi. Bu cheklamalari va bostirishlarining qarg'i kelmasdan aksicha diniy kayfiyatning bargan sari jallanib ketayotganligini ko'rgan Xitoy asabiylikni tugutish va zamonaviy madaniyat degan safsatlarni ko'tarib chiqib, diniy aqidalar va ibodatlarga har xil tuhmatlarni choplab, burmalab tushuntirib, diniy e'tiqodni xurofiylik va qaloqlikning alomat deb ko'rsatishga urinmoqda. Dinsizlikni madaniyat deb tashviq qilmoqda. Ma'naviy turmushni beyitish bo'lsa Xitoyning qip-qizil yolg'onchiligidir. Ma'naviy turmush kishilarning ma'naviyati ruhiy ozod bo'lganda va o'z e'tiqodiga mos yashay olganda ondan beyiydi. Bir millatning vatanini ishg'ol qilib, boyliqlarini bulang-talang qilib, diniy e'tiqodini cheklab,
qirg'inchilik va bostirish elib berib, qalbi azob uqubat va yorig'a to'lgan xalqni o'zlari qilchi yoqtirmasimi naqshi usulga selib, ishg'olchini maqtat quzish ma'naviy turmushni beyitqanlik bo'lamdi. Bir dinning yo'lboshchilarini shu dinda harom sanalgan ishlarni aktivlik bilan qilishga majburlash ma'naviy turmushni beyitqanlik bo'lamdi. Xitoyning maqsadi madaniyatni faqat tor doiradagi naqshi usul va boshqa ko'ngil ichish faoliyatlariga qaratib, elib berayotgan bostirishlarni yo'shirish va Uyg'ur musulmonlarini dinsizlashtirishdir. Xitoy g'alchisi Nizam Najibullahga raddiya keldi. Atalmış Abdunum rayonluq tunji navbatlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasida o'z millatini haqoratlab, Xitoyni maqtash badaliga chempion bo'lgan Nizam Najibullahga ko'plagan raddiya keldi. Erkin Asiya muxbiri erishgan yangi ma'lumotlarga qaraganda, u o'zining so'zlarida oshirib o'tganligini va xalqning nazaridan tushib ketganligini e'tirof qilgan. Xitoyning atalmış Uyg'ur Abdunum rayon bo'yicha tunji navbatlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasida Xitoyning g'alchisi Uyg'ur millati ichidan chiqqan milliy munofiq Nizomiddin Najibullahning nutqlari e'lon qilingan bo'lib, u o'zining millatiga o'zi haqorat qilgan. U nutqida Xitoy bosqinchilarining Sharq Turkistonda diniy milliy zulm siyosatiga qarshi keskin o'ttirg'a chiqib, Uyg'ur xalqining izzat g'ururi, erkinligi, haq huquqi uchun kurash qilayotgan azimatlarni maktab yuzi ko'rmagan, idisi qaloq, qonun ansavisi ojiz, oila tarbiyasi yo'q, jamiyatdagi putumagan putoqdak chiqqan, adab qoidani bilmaydigan degan sat gaplar bilan Uyg'urlarni haqoratlagan. Bu haqda Sharq Turkiston informatsion markazi bir bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq deyilgan: Sharq Turkiston informatsion markazi bo'lish sifatimiz bilan Xitoy g'alchisi Nizomiddinning barliq so'zlarini Uyg'urlarga qilingan haqorat deb bilamiz va Nizomiddindek milliy munofiqlarga la'nat o'qiymiz va uning Uyg'urlarga qilayotgan haqorati Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan milliy kurash irodasini yanama chingitudi deb qaraymiz. Sharq Turkiston tarixida yetishib chiqqan Xitoy g'alchilari, satqullar hargiz tarix batlaridan tushib qolmaydi. Ularning so'riqini Sharq Turkiston xalqi hamon bir kuni qiladi. Xitoy bosqinchilariga xizmat qilishdan iborat bu rezil qilmish mangu ayıplandi va la'natlanadi. Nizomiddindek g'alchilar mangu Xitoyga g'alchilik qilib, o'z millatiga osiylik qilib, xalqining g'azab nafratlari qarg'ashlari ichida o'tadi. Ularning hayoti hangirt peydammo qadrsizdir. Hayvon kabi Xitoyga g'alchilik qilib, xo'rlanib yashayotgan barliq milliy munofiqlarga yana bir qitim la'natlar bo'lsin. Pakistan 6 nafar Uyg'urni tutqun qildi. Pakistan Xitoy raisi Shi Jinpingga yaxshichoq bo'lish uchun 6 nafar Uyg'urni Sharq Turkiston Islom harakati a'zolari degan tuhmat bilan tutqun qilgan. Pakistan Xitoy davlat raisi Shi Jinpingga yaxshichoq bo'lish uchun 6 nafar Uyg'urni Sharq Turkiston Islom harakati a'zolari degan tuhmat bilan tutqun qilgan. BBC axborotining 20-aprel kunidagi xabariga qaraganda, Pakistan Davlat bexatarlik idorasi Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Pakistan ziyorati jarayonida 6 nafar Uyg'urni Sharq Turkiston Islom harakati a'zolari degan tuhmat bilan tutqun qilgan va ularning Shi Jinpingga qarshi harakat qilish planini bitchit qilganligini da'vo qilgan. Bu harakatga aloqador ismini oshkorlamaslik sharti bilan bir amaldorning BBC muxbiriga bildirishicha, Xitoy amaldori Shi Jinping Pokistonga kelishdan 2 oy ilgari qonunsiz tashkilotlar ta'qib ostiga ilingan. Xususan Sharq Turkiston chegarasiga yaqin rayonda harakat qiladigan tashkilotning a'zolarini ko'zitib kelayotganligini ilgari surgan. U kishining bildirishicha, tutilgan u 6 nafar Uyg'ur o'zaro telefonda so'zlashgandan keyin va maxfiy fosh qilish uchuri olgandan keyin soqchilar ularning adresini tepib tutqun qilganligini da'vo qilgan. Mazkur amaldorning bildirishicha, bir qancha kun ilgari elib berilgan bu tutqun qilish harakati dastlabda Kuhat shahrining Navoiy rayonida elib berilgan va 4 nafar Uyg'urni tutqun qilgan. Keyin ularga munosabatli deb qaralgan 2 nafar Uyg'urni Hasan Abdal degan rayondan tutqun qilgan. Davlat bexatarlik xodimining axborotlarga oshkorlashicha, tutqun qilingan Uyg'urlar hozir Pokistonda bo'lib, ularni dastlabki so'roq qilish jarayonida egallagan ma'lumotlarga asosan Pokiston, Gilgit va Beluchiston rayoniga jiddiy holatda qurolli soqchilar avatilgan. Pokiston bexatarlikni qo'g'dash kuchlari Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning bexatarligini qo'g'dash uchun qattiq tadbir olgan bo'lib, aerodromdan boshlab ministerlik binosigacha bo'lgan butun yo'llarni qamal qilgan. Yo'ldan o'tgan kishilarni birdan-bir tekshirish olib borgan. Yo'l yoqalariga puxrochi kiyingan maxfiy soqchilarni o'rinlashtirganligi ilgari surildi. Islomobod hukumati Xitoy davlat raisining Pokistonga yetib kelishi bilan Islomobodning ko'pincha yo'llarini qatnashga to'xtatgan. Aerodromning yo'lini 6 soat butunlay taqab, qatnash vositalarining mengishini cheklagan. Shahar ichidami bir qancha yo'l taqalgan.
Xi Jinpingning Islomobodga kelishi bilan e'lingan bexatarlik tadbirlari kishilarning ishga berish va ishdan qaytish mashg'ulotlarini qiyinlashtirgan. Xi Jinpingning Pokiston ziyoratida 46 milliard dollar qimmatida to'xtam imzolandi. Xitoy raisi Xi Jinpingning Pokistondagi 2 kunlik rasmiy ziyorati jarayonida jami 46 milliard dollarlik kelishim imzolandi. 20 va 21 aprel kunlari Xitoy davlat raisi Xi Jinping Pokistonni rasmiy ziyorat qildi. Xi Jinpingning Pokistonni ziyorat qilishi bilan Pokiston soqchilari bir turkum Uyg'urlarni tutqun qildi. Pokiston Rawalpindidagi Uyg'ur Ömer vaqfining boshlig'i Ömer Uyg'ur qatorliq Uyg'urlarning uylariga puxroch kiyingan bir kishi 4 nafar soqchi bilan kelib, ularni bir qancha kun sirtqa chiqmaslikqa, agar chiqib qolsa tutib ketadiganligi to'g'risida tahdid qilgan va ularni uylariga nazarband qilgan. Rawalpindida yashaydigan Uyg'urlar Xi Jinping Islomobodga kelgandan buyon sirtqa chiqolmagan. Do'kon va ish o'rinlariga berishga ruxsat qilinmagan. Qattiq nazarband ostiga elingan. Biz egallagan ma'lumotlarga qaraganda Pokistonda yashayotgan Abdul Qayyum Uyg'urning bildirishicha, puxroch kiyingan bir kishi 4 nafar soqchi bilan kelib, Ömer Uyg'ur qatorliq bir turkum Uyg'urlarni uydan chiqmaslik bilan tahdid qilgan va shu mahalla cho'nglarining kafolat berishi bilan ularni tutqun qilmasdan uyiga nazarband qilgan va sirtqa chiqishni cheklagan. Soqchi amaldor Uyg'ur yurt cho'nglaridan namoyish qiladigan maqsad bor yo'qligini so'ragan. Ular yo'q deb javob bergandan keyin namoyish qilsa yaxshi oqibat bo'lmaydiganligini ifodalagan. Yana ba'zi uchurlarda Uyg'ur Ömer vaqfining boshlig'i Ömer Pokiston soqchilari tomonidan tutqun qilingan bo'lib, oilasidagilarning uningdan hech qanday uchur ololmaganligi bildirilmoqda. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Pokiston bilan muhim sohalarda kelishim tuzib, imzo qilish uchun ko'p sonda Xitoylarning hamrohligida Pokistonga borgan. BBC'ning xabariga qaraganda Xitoy Pokiston bilan energiya qatorliq 51 sohada 46 milliard dollar qimmatida savdo kelishimi tuzib imzo qilishgan. Xi Jinpingning bu ziyoratining asosiy maqsadi Xitoy-Pokiston o'rtasida iqtisodiy koridor qurishdan iborat ekan. Ikki davlat o'rtasida yana ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonning Qashqardan Pokiston Karachi dengiz sohilidagi Gwadar porti o'rtasida qurilmoqchi bo'lgan iqtisodiy koridor yo'l yasash plani ziyoratning muhim tarkibiy qismi hisoblangan. Qashqar Gwadar port temir yo'l plani o'tgan yili Xitoy bosh ministri Li Keqiangning Pokistonga elib borgan ziyorati jarayonida imzo qilishgan kelishimning muhim bir qismi ekan. Yana bir tarafdan ikki davlat amaldorlari Erondan boshlanib Pokiston orqali Xitoyga tutishadigan tabiiy gaz surubi liniyasining qurilish plani to'g'risida muzokara olib borgan. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik o'rnatish masalalarida Xitoyning vositalik rol o'ynashi muzokara qilindi ekan. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik o'rnatish masalalarida Xitoyning vositalik rol o'ynashi muzokara qilingan. Afg'onistonda hukumat bilan Taliban o'rtasida tinchlik kelishim o'rnatilishi Afg'onistonning yangidan yasalishida o'rtaq tirishchilik ko'rsatish, rayonda muqimlik va bexatarlikni kuchaytirib, Xitoyning tarixiy Ipak yo'li planiga hassa qo'shadiganligi da'vo qilinmoqda. Xitoy bilan Pokiston o'rtasida 12 milliard dollar qimmatida savdo kelishimi bor bo'lib, bu raqamning kelgusida 15 milliard dollarga chiqarilishi nishon qilinganligi ilgari surildi. Harbiy sohada bo'lsa, Islomobod hukumati bu oyning 5-ida e'lon qilingan Xitoydan 8 dona dengiz osti paraxodi setib olganligiga aloqador Xi Jinpingning bu ziyoratida rasmiy kelishim tuzib imzolashganligi bildirildi. Xitoy raisi Xi Jinpingning o'tgan yil 9-oyda Pokistonga elib bormoqchi bo'lgan ziyorati Pokistondagi hukumatga qarshi muxoliflarning namoyishi sababli bekor qilingan edi. Xi Jinping Pokistonga rahmat etdi. Pokiston parlamentida so'z qilgan Xi Jinping Pokiston Sharq Turkiston chegarasining bexatarligi, tinchligi va muqimligi uchun qilgan yordamini hargiz unutmaydiganligini bildirdi. Harbiy chegarasining bexatarligi, tinchligi va muqimligi uchun Pokistonning qilgan yordamini hargiz unutmaydiganligini bildirdi. Xi Jinping so'zida Pokistonni atalmish terrorlikqa qarshi turish va chegara bexatarligini qo'g'dashda Pokistonning yordam qilganligini ko'p turib maqtab, og'zidan sho'lgaylarni iqdi. U mundaq dedi: O'tgan bir qancha yil ichida Pokiston Xitoyning g'arbiy chegarasi, ya'ni Sharq Turkiston rayonidagi butun masalalarni hal qilib, chegara bexatarligini kontrol ostiga oldi va u chegaraning bexatarlik va muqimligini barpo qilishda muhim rol o'ynadi. Biz uchun Pokistonning bu qilganlari unutilg'isiz bir ish bo'ldi. Xi Jinping so'zda yana terrorlikqa qarshi turishda Pokistonni himoya qilganligini e'lon qilib bunday dedi: Pokiston bu urushda qanchalik qurbon bergan bo'lsa, Xitoymi u qurbonlarni nihoyat qadr-qimmat bilan hurmat qiladi. Pokiston terrorlikqa qarshi urush qilib qanchalik qurbon bergan bo'lsa, ular rayonda va dunyoda tinchlik uchun muhim hissa qo'shgan bo'ldi.
Xi Jinping Pokistonda bexatarlikni qo'g'dash uchun Pokistonga har sohada yordam qilganligini ta'kidlab mundaq dedi. Biz Pokistonning terrorlikqa qarshi teg'imi kuchlanishi uchun yordam qilamiz. Biz Pokistonda kundan kunga eshiyotgan xavfga qarshi hamkorlashib birlikda taqobil turamiz. Terrorlikqa qarshi hamkorlashish degan hamon Xitoyning Pokistondan Uyg'urlarga qarshi yordam talab qilganligining ishoratidir. Chunki Xitoy Pokiston bilan chegaralanadigan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni terrorchi va bo'lgunchi deb qaralaydi. Pokiston bosh ministri Nawaz Sharifning ifodalashicha, Pokistonning Xitoy bilan bo'lgan do'stligi, qarindoshlik munosabatlari Himolaya tog'idan egiz, dengizdan cho'nqur, po'latdan qattiq, hasaldan tatliq do'stlikmish. Xi Jinping buningga javoban Pokiston yaxshi do'st, yaxshi qo'shni va yaxshi qarindosh. Biz Pokistonni o'zimizning ikkinchi uyimizdek his qilamiz. Pokistonga yordam qilishni o'zimizga yordam qilganlik deb qaraymiz dedi. Pokiston bilan Xitoy o'rtasida Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarata o'rtaq qarish turish kelishimi tuzgan bo'lib, Pokiston bu kelishim bo'yicha ko'p sonda Uyg'urlarni tutib, Xitoyga qaytarib berdi va beryotdi. Hürmetli televizyon biz bu hafta Sharq Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi bilen telefon ziyareti edip varımız hazır. Öz bizni telefonda kütmekte. Assalamu alaikum hürmetli Hidayetullah Oğuzhan Efendim. Ziyaretimizi kabul kılganlığınız için köp rahmet etimiz aldı ölen. Aleyküm selam. Hürmetli Hidayetullah'cığım sizin malumatlarda hem yakında 20. ve 21. April 2 günlük resmi ziyaret bilen Xitay Reisi Xi Jinping Pakistan'da ziyareti buldu ve bu ziyarette nurgulgan sahalede kilişim kılıp 46 milyar dolar kıymetinde Pakistan bilen kilişim tüzgen buldu. Ve bu ziyaretin aldı da hem özlerimi takip kılıp yakından takip kılıp durvatkandak bu Xi Jinping'in kilişige ülgetip yerdeki Uygur faaliyetçilerini, bazı Uygurlarını Pakistan dairlerindeki tutup ketkenliki haberleri var. Mesela aldı bile meselede şu umumi şekilde kendi dairde Xi Jinping'in bu katımda Pakistan ziyareti hakkında düşüncelerini bir ağam olsan. Pakistan-Xitay münasebetlerini umumizlik Uygurlar uzun yıldan beri takip edip küçük kelavatkan bir meselelerden birisi. Pakistan-Xitay münasebetinde Şarkı Türkistan'a çegara boğan dini cihetin ve medeniyet tarih cihetin en yakın boğan bir millet boğanlık için Pakistan. Xitay her daim Pakistan bilen boğan münasebetli katık ehemmiyet verip gelmekte. Şunun bilen birge Pakistan'ın acizlik tarafları köp boğan. Afganistan'da meselesi bulup atkan. Yana bir çegrada işençsiz, İran'daki bir işençsiz bir devlet ile, çegrada kuşluk bir devlet ile. Şunu olan birge Hindistan ile nahit uzun bir çegrası boğan, her daim siyasi ve eskili cihetin tokunuş yüz beriyotgan bir muhitta yaşayotgan bir devlet boğanlık için Pakistan. Xitayning menfaatini qo'g'dashga en uygun bir en uygun bir destekçi desek mi burada? Xitayninki destekçilikini qilishga en uygun bir devlet kandidatı bo'lalaydigan bir şekillenme hava vaziyet şekillenganlik için Xitay Pakistan bilen bo'lgan munosabatiga daim ehemmiyet verip gelmekte. Onun için Pakistan'ın her qanday talepli taqozolarını bir ağzına içip boğucu 2-3 katım ağzına lokma taşlap duruyotgan bir vaziyette. Onun için Pakistan-Xitay münasebeti Pakistan noktayı nazardan qaraganda mı Pakistan'ın amanlığı, salametliği, devlet bütünlüğü, birliği ve xavfsizlik meselesinde intayin mühim nokta qaraydı. Ve Xitay'ın mı Şarkı Türkistan'daki intayin mühim ve mühim stratejilik cihetin ve başka nurgun siyasi ve iqtisadi askeri ehemmiyetga ega bo'lgan mo'l bir zaminning Pakistan chegarasiz bo'lib qolishi Pakistanning Xitoyga bog'lanishiga qarashli Sharqiy Turkistondagi Xitoyninki asorati ishg'oli Pakistanninki Xitoyga bog'lanishiga bog'langanligi uchun uning uchun Pakistan bilan bo'lgan munosabatda Xitoy nihoyat ahamiyatga berib buning qarta butun iqtisodiy siyosiy ve ictimai münasebetlerini Xitay-Pakistan münasebetlerine asasen muştanga bağlap gelmekte. Hürmetli Hidayetullah'cığım hem de Xitay Reisi Xi Jinping'in bu katım ziyaretinin başlanışıdlam o kep boğucu digidek
u yerdagi ba'zi faoliyat qilayotgan ba'zi Uyg'urlarni nazarbandga elishi Pokiston doiralariniki va ba'zi xabarlarda bu ziyorat jarayonida ham Pokiston qismlariniki bu Vaziristondagi yerlarga hujum elib borganlik to'g'riliq xabarlar bor. Bundan keyingi bu ziyoratdan keyingi bizga qanday ta'sir ko'rsatdi sizningcha? Uyg'urlarga qanday besim elib keldi bu ziyoratdan keyingi? Nurg'unlagan iqtisodiy jihatda bu yerda cho'ng bir manfaat, Pokistonning elayotgan manfaati bor. Shundaqla Xitoyning ham oldigan manfaatlari bor bu yerda. Bu jihatda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Pakistan-Xitoy munosabatida Sharq Turkiston masalasi Uyg'urlar har doim o'zining ahamiyatini qo'g'dab kelyotdi. Bu nuqtai nazardan qaragan chog'da Ziyoul Haq davri Pokiston Sharq Turkiston xalqi uchun eng yaxshi oltin chog'disi bo'lgan bir davrlarda bu Sharq Turkiston masalasi Pokiston hukumatlari tomonidan islom qarindoshligi asosida elib berilgan bo'lib, Sharq Turkiston xalqiga nihoyat yaxshi bir pozitsiya tutib kelayotgan edi. Xitoy bilan munosabatning qo'yoq bo'lishiga qaramasdan o'zining manfaatlari bo'lsin, Sharqiy Turkiston xalqi bilan bo'lgan e'tiqodiy, tarixiy qarindoshlik, madaniyat qarindoshligini asos elib muomala qilib kelgan. Hatto oxirgi 11 sentabr voqeasi bo'lgan qadar Uyg'urlar Pokistonda ham rahat yaşadı ve vatan içinden ticaret maksatı olsun, okuş, hac, dini faaliyet nurgun meselelerde kirip çıkış ve yaşaşma meseleleri intayin rahat olup geldi. Ama ondan keyin dünya vaziyetinin bu şekilde mürekkepleşiyle birge Xitoy Sharqiy Turkiston davasınınki azatlık hareketlerininki kuchayishiyle birge xalq Sharqiy Turkiston xalqining uyg'onishinin nihoyatda surat qozonganligi bu noktada Sharqiy Turkiston davasının xalqaraviy bir davaga aylanganligidan qo'rqqan Xitoy barliq imkoniyatlarini sarf qilish orqali Pokiston bilan Xitoy munosabatida burun so'zab ko'zab oldirmay uzun muddatlik bir yumshoq politika siyosat yurgizayotgan bo'lsa-mu, bundan keyin bo'shanlik qilishga bo'lmaydi degan asosda Sharqiy Turkiston davosini vatan ichida qanday qattiq qo'llik bilan bostirayotgan bo'lsa, vatan sirtidimi şu qattiqlik bilan bu davaninki, bu azadlık hareketlerininki yollarını tosaş, qiyinlashtirish, tar çember dairesiga ilish asosida hareket qilib keladi. Bunun için Pokiston birinchi kundan tortib Sharqiy Turkiston xalqining Pokiston ichida mayli tijorat olsun, mayli diniy seferler olsun, haramga qilingan faoliyatlar olsun va yoki Pokistonda o'qish qatorliq shunday haqlarga nisbatan tamamen Xitoyning Xitoy bir nedesi ishkini qilib berilgan shunday chaparmanlik siyosatini elib bormoqda. Bu sababdan bundan keyin taqimi ikki davlatninki reislarininki bir yer kelib muxbirlar bergan bayonotlarda ko'rib olgani bo'ladiki, bular Sharqiy Turkiston masalasi asosida tiklangan bu do'stlikning qo'g'dilanishi, ya'ni elib aytgan chog'da Sharqiy Turkiston asoratining ishg'oliyatining muqimlashishi badaliga Pokistonning o'zininki boshqa dushmanlardan qo'g'dilanishi va iqtisodiy imkonlardan Xitoydan foydalanish uchun qo'lidan kelganni dushmanlikni qilib bordi. Uning uchun Pokistondagi Xitoy ziyaratining bir kun burun Pakistan'da yaşayotgan Uygur Ömervaqti ve başka Uygurlarının nazaret gelişi ve ularni qiyin qistab qilib tutib ketishlar qatorida bu narsalarni ochiq ko'rgani bo'ldi. Keyin bu qarindoshlarimiz Pokistonda nihoyatda tirishlik bilan o'zining milliy urf-odatini yoshitish uchun bolalarni tarbiyalab tinchlik yo'lida, tinchlik usuli bilan o'zining milliy diniy ve medeniyet kültürünü yaşatıp kelayotgan bu insonlarni qo'rqib qilayotgan bu nachar siyoset kelgusida taxmi qanchalik bizning xalqimizga, musulmonlarga zarar solganligini ko'rsatib turdi. Haqiqatan to'g'ri isbotlab berdingiz. Oxirida bir savol so'rsam, balki diqqatingizni chekkandi. Bu ziyorat jarayonida Pokistonning mayli shu avat ko'chalarga bo'lsin va rasmiy joylarga bo'lsin, nurg'unlagan yerga esib etilgan rasmlarga qarasak, xuddi bu
Xitay reisi Xi Jinping aldığı çıkarılgan Pakistan'ın prezidenti olan Pakistan reisi bilen baş minister Xitay reisinin keynide xuddi bu devlet Pakistan'ın Xitay'nın özünün bir istila kılgan bir devletideki bir tuygu bir adamdır. Resimler, elan, lozunkular qarsak. Bunu qandaq düşünüş gerek sizce? Bu önde aslında Pakistan siyasetindeki Pakistan devlet rehberlerininki, siyasiyonlarınınki ne kadar rezil, peskeş kelleki, bunlarda ne dini ve milli vicdanın yokluğu bunun görünüp durdu. Hatta Xitayma hayran kalgan buluş mümkün. Yani özünü idare kılıp duruyotgan, özü yaşayotgan ilgisi bolgan Xitay devleti de mi? Xi Jinping degan bu rezil Xitayni o kadar muhabbet bilen, o kadar alayda küçük faaliyetleri özünün Xitayning özüde mi bulması gerek? Hatta koçini sopunlap, çotkalap şu handek aşında kılmagan kılıkları kalmadı. Xitay bayrağını çıkargan pullarını bastırdı, yani nurgun işlerini yaptı. Bu hemmesi, bu yalakçılıkla hemmesini Pakistan'daki devlet erbaplarınınki şuursuzluğu, bularınki doğru ümmet şuurunun bulması, halk milli özününki igidarçılıkını, milli igidarçılıkı devlet izzet namusu meselesindeki düşünceninki hunuklikini gösterdi. Çünkü biz Pakistan'da yaşadık. Pakistan halkı intayın İslami hassasiyeti düşüncesi yukarı mehriban qarindaşlarına kuyduğan bir millet. Ama bu kişiler Xitay'ın hakiki yüzünü bilmegenlikten Pakistan liderliki devletinin daim Xitay üstünden yalan yavudak şiir koşaklığını tutup Xitay dostluğu, Xitay muhabbetini alayda kün tertipte ekilip halk ammasınınki nervisiga manasını juyup manasını kuyuvatkanlık sebebiden özünün hoşnusu da boğan bir günlük mesafede jiraklıkta boğan ümmetin ki yürek parası boğan Müslüman Türk qarindaşlarınınki bugünkü tatıvatkan capasını, muşakkat eziyetlerini Xitay'ınki Şarkı Türkistan Müslümanlarına İslami nokta nazardan İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı asası ile pervatkan bu siyasetin haberdar bulması, Pakistan teşvikat sahasınınki kasten bu meselelerini yuşurup kilovatkallığı vatanımızda buluvatkan hadiselerini Pakistan medyasına ama hükümet buyruğu bilen halk ammasına yetmezlik asası da alayını buyruğu bilen yürgüzüvatkanlığı için Pakistan halk amması bu Xitay'nın bu rezil öptübeşerisini bilinmeye kaldı. Şunun için devletin bu kabahatini Pakistan halkınınki asası karışı Pakistan halkının yürek pozisyonu da biz bunda karamayımız. Bu fakatla Pakistan'daki satkın hükümetlininki rezil bir kılmışları, onlardaki hunu düşünce İslami ve insani karışlarınınki naçar seviyesizlikinden oturuğa çıkıştırdı. Ama şu cevabınızdan yeni bir sual sorğum geldi bir yerde. Pakistan'da nurgulluğun muhalefet partiler ve mesela hazırki hükümetke karşı boğan partiler ve İslami cemaat kesimlik mesela halk ammasını o hakikaten abay siz sözlep ötkendeki halk ammasınınki kalbideki neslerini söylediğiniz hükümetke okşumaydıqanlıqını. Şu muhalefet hazırki hükümetke karşı boğan mayli İslam cemaati olsun bularning bu qatımqı ziyaretke mesela Pakistan axbaratlarını takip qilib turyapsiz. Bu qatımqı ziyaretke boğan ve bu kütüleşlerge boğan inkası qandaqsız? Pakistan'da muhalefetimi çünkü hemmesi hükümetke iqtidarlık, hakimiyetke çıkış heves boğanlık için köpünçe devletlerde hakimiyetke çıkış ve hakimiyeti çanda tutuş için çoğun kışlağa yeniliş ve ola kuyruklanıştış bir asasının bulup kalgan 3. dünya devletlerde. Şu an Pakistan nurgun devletler saylam günleri hükümet çıkıştan burun veya hükümet kendini devam etiş için Amerika, Rusya, Xitay'daki
çoğun zomager kuşlar bilen boğan münasebetke alayda ahmiyet verdi. Şunun qaraganda Pakistan'daki köpünçe siyasi hareketlerinki karışımı muşu qaraşqa yakın dep qarayman. Emeli şularınki tutkan pozisiyasi iş izleri bunu köküstürdü. Şuna bilen birge siyasi rehberlik namı Pakistan halkı özbek okumagan boğanlık üçün onun liderlik tımı hatta imza atamaydıgan parmak izi bilen imza atıdığan parlament azaları boğan bir devlet boğanlık üçün bulanınki Xitayninki bundaq rezillikini his qilishi, şunun qarta bir pozitsiya bildirişi mümkün emas. Xitayninki ziyaret jarayonidagi emmisining ko'zidan eqib tushganligi, meylanning titrab lag'ildab Xitoy muhabbati sevgisini izhor qilishlari bu narsani ko'rsatib turdi. Hatta Pakistan bosh ministrininki muxolif bir partiyani Xitoy raisi Shi Jinpingga tanishtirish jarayonida Muşunun sebebinden sizin Pakistan'ı ziyaretiniz keçikip gitti de şikayet kılışı bu hakikaten bir devlet edimige bir Müslümanların ki atom bombası var bir devletinin ki 170 milyon halkını idare kılatkan bir liderinin deydiğin gibimiz. Bunun bu halkının ki üstüde ne kadar naçar seviyesiz kişilerin siyasette sahnede bulunutkallıkları görünüp duruptu. Onun için Pakistan'da siyasi liderlik ve başka cemaat ve İslami hareket diyen nurgun cemaatlerden Şarkı Türkistan halkı meselesi de Xitay-Pakistan münasebeti bizden tarafımızdan iliş ve Xitay'ın Şarkı Türkistan Müslümanları zulüm kılmasılık doğrusu da hata siyasetleri üstünde, işgali üstünde bir fikir beyan kılışını kütmeyimiz. Köptün köp rahmet ziyaretimizni qabul qilganligingiz uchun va qimmatli fikr berganligingiz uchun. Rahmet. Mazlum diyar Sharq Turkiston degan temada yig'in o'tkazildi. 22 aprel çarşamba Türkiye'nin Çankırı şehrida Ümmet coğrafiyasida Mazlum diyar Sharq Turkiston degan temada bir yig'in uyushtirildi. 22 aprel çarşamba günü Türkiye'nin Çankırı şehrida Ümmet coğrafiyasida Mazlum diyar Sharq Turkiston degan temada bir yig'in uyushtirildi. Bu yig'inni Çankırı Qaratekin Üniversitesining Yoshlar harakati klubi uyushtirgan bo'lib, Qaratekin Üniversitesining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inga Çankırı valisi Vahdettin Özcan va universitetning rektori shundaqla o'qituvchi o'quvchilar bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Bu yig'inga Sharq Turkiston ma'rifi hamkorlik jamiyatining bosh katibi Abdul Ahad Abdurahman taklif bilan qatnashdi va yig'inda Sharq Turkiston masalasi to'g'risida doklad berdi. Yig'inda oldi bilan Sharq Turkiston to'g'risida ishlangan hujjatli film ko'rsatildi. Keyin Abdul Ahad Abdurahman apandi so'z qilib, Sharq Turkistonning tarixiy, geografiyasi va strategik ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. Abdul Ahad Abdurahman so'zida yana Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini anglatdi. Bo'lib Xitoy doiralarining yaqindan buyon diniy e'tiqodga bo'lgan cheklamalarini kuchaytirib, ta'tir tashviqot yurgizayotganligini, musulmonlarga va islom diniga qarshi har xil belgilamlarni yo'lga qo'yib, musulmonlarni diniy e'tiqodidan uzoqlashtirishga urinayotganligini, Sharq Turkiston musulmonlarining namoz o'qish, ro'za tutish, diniy faoliyat va ibodatlarni erkin holda qilishiga yo'l qo'ymayotganligini anglatdi. Yig'in oxirida universitet rektori tarafidan Abdul Ahad Abdurahman apandiga tashakkur bildirib, taqdirnoma taqdim qilindi. Unutilgan vatan Sharq Turkiston degan temada yig'in o'tkazildi. 19 aprel yakshanba kuni İHH İnsani Yardım Fondi Sivas sho'basining uyushtirishi bilan Türkiye'nin Sivas shahrida Unutilgan vatan Sharq Turkiston degan temada bir yig'in o'tkazildi. 19 aprel yakshanba kuni İHH İnsani Yardım Fondi Sivas sho'basining uyushtirishi bilan Türkiye'nin Sivas shahrida Unutilgan vatan Sharq Turkiston degan temada bir yig'in o'tkazildi. Yig'inga 200 ga yaqin odam qatnashgan bo'lib, yig'inda 1,5 soat atrofida Sharq Turkiston masalasi anglitildi. Yig'inda Sharq Turkiston ma'rif jamiyati yoshlar uyushmasi mas'uli Abdusalom Taklamakan Sharq Turkistonning qisqacha geografiyasi, tarixi va hozir Sharq Turkiston musulmonlari duch kelayotgan qiyinchiliklar to'g'risida doklad berdi. Uyg'ur farzandlari Kocaeli valisiga do'ppi hadiya qildi. 23 aprel Türkiye'nin Kocaeli viloyatida uyushtirilgan xalqarалық balla bayrami faoliyatiga 22 nafar Uyg'ur farzandimiz qatnashgan bo'lib, ular Kocaeli shahrida qizg'in qarshi olindi.
Türkiye Kocaeli viloyatida uyushtirilgan xalqarалық ballar bayram faoliyatiga qatnashayotgan Uyg'ur farzandlari 22 aprel çarşamba kuni Kocaeli valiyligini ziyorat qildi. 44 davlat va rayonlardan kelgan vakillar qatorida 2 nafar Uyg'ur farzandimizmi bu ziyoratga qatnashgan bo'lib, Kocaeli valisi Hasan Basri Güzel o'g'li ularni ishxonasida qabul qildi. Uyg'ur farzandlar valiga atlas kashtisi tushirilgan bir lavha bilan Uyg'ur do'ppisi hadiya qildi. Bu qadimgi xalqarалық ballar bayram faoliyatiga 22 nafar Uyg'ur farzandlarimiz qatnashgan bo'lib, ular Kocaeli shahrida qizg'in qarshi olindi va yaxshi kutib olindi. 23 aprel Turkiyada milliy mustaqillik va o'smirlar bayrami kuni bo'lib, bu munosabat bilan Kocaeli shaharlik hukumatning uyushtirishi orqali 46 davlat va rayondan o'smirlar taklif qilinib, xalqarалық o'smir ballar faoliyati uyushtirilmoqda. Bu faoliyatga 43 davlatdan 1200 atrofida o'smirlar qatnashgan bo'lib, Uyg'ur o'smirlarga vakolatan İstanbulda yashayotgan Uyg'ur o'smirlardan 22 nafar farzandimiz qatnashmoqda. Bu o'smirlar Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining ayollar bo'limi boshlig'i Munavvar O'zuyg'ur xonimning yetakchiligida faoliyatda har xil o'yin ko'rsatish orqali Uyg'urlarni tanitish uchun faoliyat o'tkazadi. Farzandlarimiz chiman do'ppa, konvoy, atlas ko'ylaklar kiyib, qo'llarida oyulduzliq ko'k bayroq bilan Sharq Turkiston degan cho'ng xat yozilgan taxtini ko'targan holda Kocaeli shahrining muhim o'rinlarini ziyorat qilgan bo'lib, bu faoliyatga qatnashayotgan Uyg'ur farzandlari kishilarning alohida diqqatini tortmoqda. Bu faoliyat bugun 23 aprel rasmiy boshlangan bo'lib, 44 davlatdan kelgan o'smirlar o'zlarining milliy madaniyat va urf-odatlarini aks ettirgan har xil nomerlarni ko'rsatdi. Assalomu alaykum. Bugun bolalarimiz tamoqdan keyin yine xalqarалық ballar bayramining munosabati bilan har qaysi davlatlardan kelgan o'yin ko'rsatadigan bolalar bilan baravar nihoyat cho'ng bo'lgan buyuk o'yin ko'rsatadigan zalga kirib, yerda o'yin ko'rsatishning boshlanishini saqlab o'ltirdi. Ondan keyin rasmiy o'yin boshlagandan keyin bizning Sharq Turkistonlik bolalarimiz 8 davlatdan keyin 7 davlatdan o'yindan keyin 8-bir davlat bo'lib sahnaga chiqdi. Sahnada ular "Men Uyg'ur balasi" degan naqshi muzikalik notga 12 o'g'il, 8 qiz sahnaga chiqib, 8 qizning bayroq lapildatishi bilan 12 o'g'il nihoyat jonliq bir shaklda usul o'ynadi. Ularning sahnaga chiqib, butun tomoshabinlarga salom berishi, uningdan keyin nihoyat qamlashgan milliy posundagi kiyim-kechaklari bilan sahnada Uyg'urcha usul o'ynashi va ularning Uyg'urcha usul o'ynagandagi moslashchanligi barliq tomoshabinlarni, ya'ni o'yin ko'ruvchilarni nihoyat hayron qoldirdi. Ular boshdan oxiri bolalarni o'yin o'ynab bo'lguncha qizg'in olqishlar bilan olqishladi. O'yindan keyin yana gulduros olqish sadolari bilan ularning o'yinini tabrikladi. Bolalar soat 6gacha o'yin maydonida boshqa 30 davlatning bolalarining o'rinlagan o'yin nusrat nomerlarini ko'rdi. Soat 6dan keyin bolalar yana o'zlari o'rlashtirgan oilalarga elib ketildi. Bugungi faoliyatimiz yana biz uchun nihoyat bir jonliq, ahamiyatli faoliyat bo'ldi deb qaraymiz. Chunki yana xalqarалық bir sahnada naq maydonda ko'rsatilayotgan bir ahvolda, ya'ni Sharqiy Turkistonlik o'smirlar degan ataq bilan guldiras alqış sadolari ichida sahnaga chiqib, haqiqiy Uyg'ur usuli, shundaqla Uyg'urlarning urf-odatiga uyg'un bo'lgan kiyim-kechaklari bilan dunyo sahnasiga Uyg'urlarning mavjudligini, Uyg'ur o'smirlarining mavjudligini, shundaqla Uyg'ur o'smirlari orqali dunyoda Uyg'ur Sharq Turkistondan iborat bir davlatning mayli Xitoy kafirlari e'tirof qilsin-da, qilmasin-da yoki Xitoyga yondosh kafirlar unaga u ismni o'zgartirishga tirishsin-da, tirishmasin-da, yana shundaqla hozirgi ahvolda siyosiy jihatdan garchi Xitoyning qo'li ostida bo'lsa-mu, aslida ruhiy jihatdan bir mustaqil davlat bo'lib yashayotganligini qayta bir qatam namoyanda qildi. Buning uchun o'yin tugagandan keyin nurg'un Kocaeli'da yashayotgan nurg'un insonlar o'yinning oldidagidan bekrak jiqroq kelib, bizning bolalarimiz bilan baravar rasmga tushib, ularni qizg'in tabriklaydiganligini,
o'zlarining ular bilan qarindosh ekanligini, ular uchun duo qilganliklarini, ularni unutib qolmaydiganliklarini bildirishib, bolalarning hammasiga nihoyatda yaxshi muomalada bo'ldi va ba'zilar hatto ko'zlariga yosh elib, bizning qarindoshlarimiz sizlar, ko'jaliga tanishamiz kapsizlar, kelganlarni qarshi olamiz degan fikrlar, so'zlarni qildi. Bolalar sahnada o'yin o'ynab bo'lgandan keyin o kadar ruhlanıp ketdi ki özlerini her birisi özlerini Şərq Türkistanlıq insanların vekili Katar'da nəhayət fəxrləndiganlıqlarını bildirişdi. Minister Bob Work, biz urush qilsak Xitoy va Rossiya kuchlanadi dedi. Amerika Mudofaa Ministerligining muavin ministeri Bob Work, Amerika Afg'oniston va Iroqqa urush qilayotganda Xitoy va Rossiyaning harbiy kuchlarini taxmin qilingandan necha hassa tez suratda oshirganligini bildirdi. Amerika Mudofaa Ministerligining muavin ministeri Bob Work, Amerikaning Afg'oniston va Iroqda urush qilayotganda Xitoy va Rossiyaning harbiy kuchlarini taxmin qilingandan necha hassa tez suratda oshirganligini bildirdi. Amerika Mudofaa Ministerligi Pentagonning rasmiy to'rbetida bir bayonot e'lon qilgan Bob Work 13 yil davom qilgan Iroq va Afg'oniston urushlari mazgilida Rossiya va Xitoy harbiy iqtidor kuchlarini biz taxmin qilgandan tez suratda taraqqiy qildirdi dedi. Amerikaning Rossiya va Xitoy bilan xalqaro siyosiy sahnada o'rtaq bo'lishga tirishayotganligini ifodalagan Bob Work, biz ular bilan urush qilishni xohlamaymiz. So'rashga tegishli muhim savol shuki, Rossiya va Xitoy nimani maqsad qiladi? Ularni biz qoyil qila olmaymiz va krizisga duch kelishdan qanday saqlanamiz deb savol qo'ydi. Minister Bob Work so'zida yana Amerikaning so'g'uq urush oxirlashgandan buyon Rossiyani o'rtaq sherik deb qarab Yevropaga akilishga tirishganlik qilganligini bildirdi. Ammo Rossiya davlat raisi Putin bizni hayron qoldirdi. Bizning o'rtaq sherikimiz bo'lishni xohlamaganligi ochiqdir dedi. Rossiya davlat raisi Vladimir Putin 16 aprelda uyushtirilgan tuzsizlik nomidagi programmada so'z qilib, Amerikaning ittifoqdashga ehtiyoji yo'q, qulluqqa ehtiyoji bor. Rossiya bu tür munosabat sistemasida o'rin olmaydi deb bayonot bergan ekan. Mursiga 20 yillik qamoq jazosi berildi. Misrda hokimiyatdan ag'dirilib vazifasidan elib tashlangan Cumhur raisi Muhammad Mursi va uning sabdoshlariga 20 yillikdan qamoq jazosi berildi. Misrda hokimiyatdan ag'dirilib vazifasidan elib tashlangan Cumhur raisi Mursi İttihadiye nomidagi da'voda 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning sabdoshlaridan 14 kishiga yana o'xshamagan shaklda jazo berildi. Dunyo bulteni to'rgasining bugungi xabarda bildirishicha, Mursi va uning sabdoshlaridan 14 kishiga Ittihodiya voqeasi deb nom berilgan sud hukmi Qohiradagi Soqchi akademiyasida o'tkazilgan. Misr davlat televiziyasi tomonidan tarqatilgan sinalg'u xabarida sudchi Ahmad Sabri kishilarni qudratqulluqqa chaqiriq qilish jinoyati bilan sudga tortilgan Mursi qatorliq Mursi davridagi hukumat amaldorlaridan Asad ash-Shayx, Ahmad Abdullatif, Ayman Hudhud, Ala Hamza, Riza As-Savi, Limlum Makkavi Juma, Hani Sayyid Tawfiq, Ahmad Mughayr, Abdurrahman Iz qatorliqlar bilan Musulmon qarindoshi tashkilotining lideri Muhammad Baltaji, Isam Al-Aryan, Vajdi G'unaym qatorliqlarning 20 yillik muddatli qamoq jazosiga va 5 yillik soqchining nazoratida tutishdan iborat jazolarga hukm qilinganligini bildirgan. Sud mahkamasi Abdul Hakim Abdurrahman va Jamal Sabrini bo'lsa 10 yillikdan qamoq jazosiga va 5 yillik soqchining nazorati ostida tutilganligiga hukm qilgan. Mursi qatorliq 14 kishi xalq orasida ittihodiya voqealarida tunilgan va 2012-yili Misr Cumhur raislik saroyining oldida ba'zi namoyishchilarning o'lishi bilan oxirlashgan zo'ravonlik voqealarining kelib chiqishida qattiq qo'llik qilishga qudratqullik qilish jinoyati bilan ayblanib, tunji qatim o'tgan yili 11-oyda sud ochilgan ekan. Qonunsiz hokimiyatga kelgan Sisi sotining Mursi va uning sabdoshlariga bergan bu haqsiz jazosi qattiq g'ulg'ula paydo qildi.
Hürmetli televizor görüşler, şunda qilib bu haftalik İstiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.